Assalomu alaykum hammaga. Korotchi, o'zi tug'ilgan kun bugun meniki, lekin shunga qaramasdan bugun oilamdagilarga meni shu yoshgacha tarbiya berganlar uchun sovg'a beramiz. Qani, ketdi. Qaddi tik bir qoyaman. Dadamni soyasi. Assalomu alaykum. Dada, bugun meni tug'ilgan kunim, lekin shu yoshgacha meni tarbiya berganingiz uchun, mana shu yoshga kirgizdirganingiz uchun bugun sovg'ani sizdan emas, sovg'ani men beraman. Kimga berishga? Yo'q, sizdan beraman, dada. Boshimizda har bir salomatlik, bizni boshimizda boshlik. Bilaman dada, ozgina sho'xroqman, ozgina yoshlik qilaman, sizni ko'nglingizni og'ritaman-da, lekin sizlarni juda yaxshi ko'raman dada. Ona meni mana shu yoshga kirishimga eng katta misol hissasini, eng katta tarbiyasini bergan odam sizsiz-da. Men misol agar sizlar bo'lmaganlaringda bunaqa darajaga, bunaqa yoshga misol bunaqa turishda turmagan bo'lardim. Boringlarga shukr ona. Allohim sog' bo'lgin, doim baxtimizga sog' bo'lgin bolam. Meni yo'qlab. Saqlaxon. Bularning qatorida misol siz ham borsiz. Siz ham onamdek misol yaxshi ko'raman, juda yaxshi bilasiz. Bu yoshga kirishimga akam bilan sizni ham xizmatlaringiz juda katta. Men ishonaman. Bundan buyog'iga agar ishlamasdan o'taman desam, kerak bo'lsa ekanlaring bog'ib olasiz. Yo'qlab keling. Yarim ko'nglim to'qlab keling. Qani akam qani? Aka, mana shu yoshga kelishimga ham seni ham misol katta misol nimalaring bor, hammalaringni yaxshi ko'raman. Bu siz tug'ilgan meniki, lekin sovg'ani saqlaysiz. Rahmat. Akalikda odamdek ekan. Mehribon ekan.